Bugungi ishimizdan bittasi mana shu bo'ladi. Largo Motors tomonidan chiqqan elektroskuter. Nomini bilmayman. Komment yozib ketasizlar. Batareykali bo'ladi. Muammosi to'g'ri yonib qolibdi. Aylanyapti. Akkumulyator mana shu tashlab yuboryapti. Hozir ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin, bu tayyor bo'ldi. Bundagi bo'lgan muammosi mana shu 4 ta akkumulyatorda bo'lgan. 4 ta akkumulyatori yaxshi kuchlanish bermagan, zaryadasi ham tez o'chib qolavergan. Endi xudo xohlasa buni muammosi hal bo'ldi. Ko'rishlar mumkin bunda. Parkovkadan yechamiz. Zaryadkasi.